Mana bu miyata. Eslab qo'yinglar, mana rangini yaxshilab ko'rib qo'yinglar. Hammamiz uyimizda bor mana shu. Shuni olingda, shuni damlab ichingda bir 200 gramm. Qarang 90 gradusga ozroq qaynab turganga nima qilmang. Nima svoystvasi uchadi xolos. Mana shuni damlab iching, ozroq asal solib keyin sal savgandan keyin. Bo'lsa davleniyani tushiradi. Mana gipertoniklar, yuragida mazasi yo'qlar, xotini bilan urush qilib yoki eri bilan urush qilib, jinnilik qilib, shu stressga tushganlar va hamma isteriya, shunday narsalarga nervini bo'lib qolganlar bor-ku. Mana shunda ichib yuringlar-da. Tushundingizmi? Yurakka ham yaxshi, jigarga, o't qopiga, jilchigonga. Вообще zo'r narsa. Davleniyasi borlar ichsin, faqat davleniyasi borlar. Homilador ayollar ichmasin, yosh bolalar, tushundingizmi? Allergiyasi borlar yana. Tushundingizmi? Ana uni o'tni zo'r haydaydi, o't qop. O'tga toshi bo'lsa mayli, ichmay turinglar buni. Tushundingizmi? Maza qilib orasizlar.